Lekin kunduzi ishlab sizni nima qilsam-chi, nuqul. Xalaqit qilsam-chi? Ha? Bu qiliq qilmaydi-da. Ha? Unday qilmaydi, u qiliqlarga tushmaydi endi. Yo'q. Ha, ikkovlan tushyapsiz. Nargiz Jizzaxdan Andijonga kelgan muhabbat bo'lgan. Mayli, bari baxtli bo'ylar, nima ham derdim. Nima, Dilmurod akani sevasizmi? To'g'risini ayting. Yo'q. Yo'q? Qanday birga yashayapsiz? Shunchaki. Shunchaki? Ha, yomonsiz, yomonsiz. Jizzaxliklar yomonmi deyman ha? Nomiga. Nomiga? Ha, o'lib qolay, o'lib qolay. Bari u boshqa, men boshqa yo'l tanlab ketamiz. Ha, xotini bilib qolsa o'lasizku, ha? Xotin bo'lsa, Ha? xotin bo'lsa. Aytib beraman. Telefon nomeri bor, aytib beraman. Aytib beraveray? Qarang-da. Qarang lekin. Mayli. Nargizaxon nima edi ismingiz, familiyangiz? Nima? Xo'jayeva. O'ldingiz, ketdi dunyoga. Dilshod, unisini. Ya, u nima qila? Dilshod. Jimang. Hayf ketdi shunday telefon. Nega?